Demak, hammaga xayrli kech. Bugun 7-fevral. Yangiliklardan Nurlan Saburov stand-uperda 50 yilga deport qilishibdi. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda, Rossiyani siyosatiga qarshi qanaqadir gaplarda gapirgani uchun ekan. Shunga gapirishda, kommentariy yozishda sal e'tiborliroq bo'linglar. Hozir migrantlarga qarshi o'zi siyosat kuchaygan. Shunga ehtiyot bo'linglar. O'zbekistonga Hindistondan kirib kelayotgan mollarga hozircha zapret qo'yilibdi. Hindistonda qanaqadir kasallik aniqlanibdi mollarda, ko'payyapti ekan. Shuni hisobiga O'zbekistonda bir qonunni kuchga kirgizishar ekan bu yil. Birinchi o'qilishda parlamentda qabul qilinibdi. Endi sekin-sekin bu narsaga o'zgartirishlar kirgizib, keyin qonunda shu yilda polностью tushirsa kerak. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda haqoratlab so'kkanlarga qarshi 5 milliongacha shtraf и 10 sutkagacha qamash. Shunga gapirishda, kommentariy yozishda hushyor bo'linglar, chunki Rossiyada ham otishmadan keyin adashmasam ko'pchilik negativniy kommentariy yozganlar. Ya'ni bitta bolani ko'rganman. Shu bolani haqiqatan ham ushlab uzr so'rayotdi, lekin uni deport qilishgan adashmasam. Qamashi ham mumkin. Bu yerda ham Rossiyada ham hozir qattiq ketyapti. Bu narsaga sal jiddiyroq qarashga harakat qilinglar. Yangiliklardan mol go'shti O'zbekistonda yana qimmatlashyapti ekan. O'zi bultir ko'tarilgani yetmagandek yana boshlanibdi. Hozircha yangiliklar shu. Hamma o'zini ehtiyot qilsin. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.